Kalimani o'zi jannatga olib kirsa, kalimani taqozosi, kalimaga muvofiq yashashlik insonni jannatdagi saodatlarga, darajalarga ko'tarilishiga bois bo'ladi. Namoz o'qisa, roza tutsa, zakotini bersa, hajga boradigan bo'lsa, sila rahim qiladigan bo'lsa, Qur'on o'qiydigan bo'lsa, hifz qilib yodlaydigan bo'lsa, bularda har birida jannatdagi darajalar ko'tarilib boraveradi. Xuddiki Nabiy sallallohu alayhi vasallam jannatdagi darajalarni bayon qilgan vaqtlarida qiyomat kunida qorilarga jannatning eshigini ochilib, o'qi va ko'taril. Har bir oyatda seni darajang ko'tariladi. Bir oyat bilan ikkinchi oyatning darajasi yer bilan osmonchalik bo'ladi. Ikkita oyat yodlagan odamdan 3 ta oyat yodlagan odam bir daraja balandda turgan bo'lsa, biz sanayotgan mana bu zinani singari biri qarishli zina emas bu. Yer bilan osmon darajasidagi farqchalik yuqorilikdagi farq bo'ladi bir-biridan.